حي على الفلاح. Mo'min kishi azob chekadi. Yelkangdan qon oqib tursa ham namoz o'qishing sening e'tiqodingga ko'ra to'g'rimi? Ha. Umar ibn Xattob yaralaridan qon oqib turganida ham namoz o'qiganlar. Bu haqida eshitmaganmisiz, qozilar qozisi? U hamma ilmlilardan ham ilmliroq. Ishoq. Qasr oldida to'plangan odamlar oldiga chiqib, jiyaningni ahvoli yaxshi ekanini aytasan. Va ularni uy-uylarga tarqalishlarini so'raysan. Keyin bu yerga qaytib kelib, jiyaningni olib ketasan. Tushunarlimi? Yoki yo'qmi? Tushundingmi deyapman? Ha, tushundim. Alloh sizni aziz qilsin. Nimalarni o'ylab qoldingiz, mo'minlar amiri? Bugungi mojarolarni o'ylayapman. Ibn Hanbal mojarosini aytyapsizmi? Ha, Jafar. Uning yuzida bid'atchilarga xos bo'lmagan sabot va ixlosni ko'rdim. Ammo saroy ahli unga qarshi bo'lsa, nima qilishim kerak? Yana nima qilay? Sizdan tashqari hamma qarshi. Bilmayman. Bunday ishlarga aqlim yetmaydi. Ularning hammalari uni adashgan deydilar. Aytishlaricha u kofir emish. Agar rostdan ham shunday bo'lsa-chi, imom ularni chalkashtirib yubordi. Uning dalillariga javob bera olmadilar. Uni nazorat qila olmaganlaridan dalil va hujjatlariga ishontira olmadilar. Buni bilmadim, mutavakkil. Aynan mana shuning uchun olim deb hisoblanganlarning ko'pini yenggan odam oldida o'zimni aybdor his qildim. O'zim bilmagan holda gunohkor bo'lib qolishdan qo'rqaman. Alloh bizlarni, uni va musulmonlarni afv etsin, ota. Amin. Agar unga biror gap bo'lsa, pushaymon bo'ladigan gunohga qo'l urgan bo'laman.
va Allohning oldida javob beraman. Ko'p kuyunavermang hukmdorim. To'liq o'ziga kelib olgunicha undan xabardor bo'lib turamiz. O'zingni munosib tarzda tut, Jafar. Chunki qon muqaddasdir, o'g'lim. Bizga Allohning o'zi kifoya. U eng yaxshi vakil. Har holimizga Allohga shukr. Assalomu alaykum Abu Bakr. Va alaykum assalom va rahmatulloh va barakotuh. Keling, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Keling. U zotning ahvollari yaxshi. Imomni ma'zur tuting. Uy tor, hammangizni kirita olmaymiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Ota-onam sizga fido bo'lsin, Abu Abdulloh. Sizni haqda sobit qilgan va zolimlar ustidan g'olib qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Alloh umringga baraka bersin, Abu Nasr. Ishlaringni xayrli qilsin. Agar sizni qamchilashayotganini bilganimizda edi, hayotimiz xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham saroyga bostirib kirgan bo'lar edik. Ammo biz bularni barini juda kech bildik. Allohning xohishi va irodasi ekan. Xalifa va uning fuqarolari o'rtasidagi olovni o'chirgan Allohga hamdlar bo'lsin. Men sabab fitna chiqishiga yo'l qo'ymadi. Siz hali ham fitna chiqishidan qo'rqyapsizmi? Ularning sizga qilayotganlarini o'ylamaysizmi? Ba'zi yomonliklar boshqalaridan yengilroq Xuzay, ba'zilari esa kamroq. Alloh ularni jazosini bersin. Qalblari buncha ham qora bo'lmasa. Alloh, bunday qilishga qanday jur'at etdilar? Alloh ularni jazosini berishini so'rab duo qiling. Zero ro'zador va mazlumning duosi ijobat bo'ladi. Bid'atchi va adashgan bo'la turib, menga ozor berib, yomonlik bilan zikr qilsa ham Alloh ularning hammalarini kechirsin, hidoyat va to'g'ri yo'lga boshlasin. Ularga Allohdan jazo so'rang.
Abu Abdulloh shuncha qilganlariga yarasha jazolarini olsinlar. Zolimlarni menga qilganlari uchun qarg'asam, unda sabr qayoqda qoladi? Sabrli bo'lishimiz kerak. Alloh taolo albatta sabr qiluvchilarga ajrlari hisobsiz to'liq berilur. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo aytadi: Yomonlikning jazosi o'z misridek yomonlikdir. Kim af etib isloh qilsa, uning ajri Allohning zimmasidadir. Ibn Hanbalni deb Alloh bir musulmonni azoblasa, bundan nima naf? Agar Ahmad meni qo'l ostimda o'ldirilsa, odamlar o'lguncha sabr qildi deyshadi degan eding. Odamlar uni o'zlariga imom deb bildilar va unga ergashdilar. Men buni inkor etmayman. Ammo biz qilishimiz mumkin bo'lgan eng to'g'ri yo'l uni ozod qilish edi. Agar u ozod qilinganidan keyin o'lib qolsa, odamlar shubhalangan bo'lardilar. Ba'zi birovlar u javob qaytardi deb o'ylasalar, boshqalar qaytarmadi deb o'ylagan bo'lardilar. Sen o'zi nimani istaysan? Men bu ishlardan charchab ketdim. Hojam, agar u bizning qo'limizdan qutulib qolsa, u odamlar orasida majlislarda ishtirok etib o'z g'oyalarini targ'ib etishi mumkin. Odamlar bilan gaplashishini taqiqlashimiz kerak. O'zingni bos. Odamlaring uni uyini qo'riqlab turadilar. Ammo hojam, eshitishimcha, odamlar uning eshigi tagidan ketmayotgan ekanlar. Uni bir qahramondek kutib oldilar. Qilayotgan ishlaringiz juda g'alati. Ko'p gapirasiz. Gapirishdan boshqasini bilmaysiz. Undan ko'ra rumlik kofirlar va shunga o'xshaganlarni muhimroq deb bilmaysizmi? Hukmdorim, biz faqat odamlarning e'tiqodini buzmasliklari uchungina kofirlarga qarshi urush qilamiz. Biz musulmonlar qalbini zabt etganimiz ma'qul, toki o'zimizni Allohning dushmanlari bilan jang qilishga bag'ishlaylik. Ixtilof va havoyi nafs tufayli birodarlarimiz bilan urushmaylik. Azon aytmasidan saharlik qilib oling. Solihni ham uyg'ot, saharlik qilib olsin. Nabiy sallallohu alayhi va sallam saharlikda baraka bor deganlar. Sallallohu alayhi va sallam. Qur'on Allohning kalomi. U maxluq emas. Qur'on Allohning kalomi. Maxluq emas.
Ahmad ibn Hanbal joni va o'zi ega bo'lgan hamma narsani Alloh yo'lida fido qila oldi. U xuddi Bilolga o'xshaydi. Bundaylar o'zlari haqida emas, balki oxirat kunidagi ahvollarini ko'proq o'ylaydilar. Vaziyatga emas, manzilga qaraydilar. Manzilga. Musibatning shiddati dinning qadriga bog'liq bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinadi. Shunday deganlar: kishi dinining darajasiga qarab sinaladi. Uni qo'llab-quvvatlagan, to'g'ri yo'lga boshlagan va unga yordam bergan zot pokdir. Bilmadim, Ibn Mayin, bilmadim. Menimcha, Imom Ibn Hanbal qalbida Mu'tazililar gapiga kirgan barcha ulamolarga qarshi g'azab bor. Ulamolarning ba'zilari u zotni ziyorat qilgani kelganlarida ularga qayrilib ham qaramadilar, gaplarini eshitmadilar ham. Oh, Ibn Mayin, endi nima qilasan? Bu fitnaga aldanib qoldim. Endi uning ko'zlariga qanday qarayman? Qanday? Ibn Mayin, Abu Abdullohni mendan ham yaxshi bilasan. O'zing to'g'ri deb bilgan ishni qil. Senga men maslahat bera olmayman. Ammo Ahmad Xalqul Qur'on masalasida ularga qo'shilgan kishi bilan to qiyomatgacha gaplashmayman deb qasam ichganini o'zim eshitib guvoh bo'ldim. Uni ko'rgani boraman. Inshaalloh. Nima bo'lsa bo'lsin. O'zing bilasan. Istaganingni qil. Alhamdulillah. Allohga hamdlar bo'lsin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hammasidan charchadim, to'ydim. Mo'minlar amiri qo'shinida 40 yilga yaqin xizmat qildim. Mo'minlar amiri Ar-Roshid rahimahulloh xalifaligida janglarda ishtirok etdim. Boshqa ularga xizmat qila olmayman deb o'ylayman. Yoshim ham bir joyga borib qoldi. Ishlash uchun yoshning ahamiyati yo'q, Abul Jahjah. Bu yerda boshqa gap bor. Biz farishta emasmiz. Hammada ham nuqson bor. Faqat nabiylargina benuqson bo'lishgan, haq yo'lda bo'lishga harakat qilamiz, ammo har doim ham bunday bo'lavermaydi. Qozilik ishlari vaqtinchalik xatolar yoki foydali amallar bilan o'lchanmaydi. Agar bu yerda o'tirgan har bir kishi xatolarini deb lavozimdan voz kechishga qaror qilishi kerak bo'lsa, unda bir kun ham ishlay olmas edi. Gaplaringiz to'g'ri Ibn Musab, lekin
O'tmishda o'zim sevib, endi umidimni uzgan ishni qilishni ko'nglim tusamayotgan bo'lsa, nima qilay? Shuning uchun meni qo'llab turing, janob. Mayli, sen aytgancha bo'lib qolsin. Lekin meni yonimga kelib tur. Eshigim sen uchun doim ochiq. Uying oldida butun xalq to'plandi, Abu Abdulloh. Bunday qilmasliklari kerak. Ular mening eshigim tagida o'tirishlarini istamayman. Odamlarning qalbida fasod uyg'onishi mumkin. Undan ko'ra haq yo'lida sobit qilishini so'rab, Allohning eshigida o'tirsalar yaxshi edi. Ular bu yerda seni ko'rish uchun o'tirishibdi. Ular seni yaxshi ko'radilar. Sen ularni hayotini yoritding. Sen ularni tark etsang, bo'shliq paydo bo'ladi. Alloh haqqi, men ham ularni yaxshi ko'raman. Qaniydi xona katta bo'lganida ularni hammalarini olib kirib, ular bilan yuzma-yuz ko'rishgan bo'lar edim. Istardimki, kim xonamga kira olmagan bo'lsa, kechroq kelsin. Bularni keyinroq gaplashamiz. Hozir damingni ol, Ahmad. Damingni ol. Alloh qo'llasin. Ibn Nasr al-Huzay haddidan oshib ketdi. Biz uni to'xtatmasak to'xtamaydiganga o'xshaydi. Agar u va uning tarafdorlari bo'lmaganida, Ibn Hanbaldan allaqachon qutulgan bo'lardik. U bizga qarshi chiqmasidan avval uni jazoga tortish kerak edi. Mo'minlar amiri davlatidagi mavqeini bila turib bunga qanday erishishi mumkin? Yaqinlarimizdan uni ko'rib, undan xabar yetkazib turadigan bir ayg'oqchi yollamasak, unga qarshi biror chora ko'ra olmaymiz. Fursatini kuting. U hammasi uchun hali javob beradi. Juda to'g'ri o'ylabsiz, Armani. Ammo bu ish uzoq vaqt talab etadi. Biz mag'lubiyatimizni zudlik bilan qoplashimiz kerak bo'ladi. Hamma narsaning o'z vaqti soati bor. Muhimi undan qutulishdir. Qani otajon, keling. Umringdan baraka top, bolam. Nima qilyapsan, Solih? Otam hayit namoziga chiqmoqchilar. Shuncha qamchilangan va qiynalib turgan hollarida qanday qilib chiqadilar? Uy ichida bazo'r harakat qilayotgan bo'lsalar, qanday qilib tashqarida namoz o'qiydilar? Tanani ruh ko'tarib turadi. Uddalayman. Xavotir olma. Qo'lingni ber. Keling ota. Hech narsani eplay olmaysiz. To'liq oyoqqa turmaguningizcha shu yerda qolasiz. O'zingizni asrashingiz kerak, Abu Abdulloh. Axir bizga keraksiz. Unda men hayit namoziga o'zim boraman. Do'stlarim bilan ham uchrashib kelaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Chiqishimga ruxsat berishing kerak edi, Abbosa. Namoz o'qiladigan joygacha yetib bora olardim. Abu Abdulloh. Siz juda ham holdan toygansiz. Harakat qilishga ham qiynalyapsiz. Qanday qilib sizni chiqarib yuboraman, ayting?
Jamoat namozlaridan qolib ketishimga sabab bo'lganlarni Alloh o'zi kechirsin. Ayyomingiz muborak bo'lsin. Senga ham muborak bo'lsin. Otang yaxshimilar? Yaxshilar, Xudoga shukr. Alhamdulillah. Mayli, yaxshi qol. Biz ham Abu Jahjahnikiga kechikmaylik. Yaxshi boring. Ibn Hanbal qilgan ishimni aslo kechirmaydi. Uning bu boradagi fikrini juda yaxshi bilaman. Ammo u unga azob bergan jollatlarni kechirdi, meni ham kechiradi. Qanaqasiga hali ham mendan xafa bo'lishi mumkin. Nima bo'lsa bo'lsin, ichkariga kiraman. Assalomu alaykum Abu Bakr. Va alaykum assalom. Yahyo ibn Ma'in, xush kelibsiz. Nega yuzing o'zgardi? Ha? Yo'q, hech gap yo'q. Marhamat, ichkariga kiring. Keling. Menimcha, mo'minlar amiri Mu'tasim men tomon yon bosdi. Agar shunday bo'lmaganida Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Kel, o'tir Abu Zakariya, xush kelibsan. Ahvolingiz yaxshimi Abu Abdulloh? Bilaman, biz hammamiz xato qildik. Biz ham sizdek sabrli bo'lishimiz kerak edi. Ammo hamma ham Ahmad ibn Hanbaldek emas. Alloh azza va jallaning o'zi bizga bu vaziyatda kufr kalimasini aytishga ruxsat bergan bo'lsa, nega siz bizni kechirmaysiz? Alloh taolo qalbi iymon ila orom topa turib zo'rlanganlar bundan mustasno demaganmi axir? Gaplarim to'g'rimi? Ammor ibn Yasir roziyallohu anhu ni eslang. Mushriklar uni qo'lga olib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni haqoratlab, ilohlarini maqtashini talab qilib, uni qiynoqqa solganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelib, undan nima bo'lganini so'radilar. U yomon ish bo'ldi Rasululloh. Men sizni haqorat qilib, ularning ilohlarini maqtamagunimcha menga azob berdilar, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qalbing nima deyapti dedilar. Ammo qalbim iymon bilan xotirjam deb javob berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar yana kelsalar, shularni takrorla dedilar. Mayli Abu Abdulloh, siz aytgancha bo'lsin. Sizni ko'rish va barini tushuntirishni
burchim deb bildim. Alhamdulillah. Ancha yaxshi ekansiz. Mendan yuz burishingiz qalbimni vayron etdi. Abu Duvat va uning jallodlari qarshisida turishdan ko'ra sizni qarshingizda turish menga ancha qiyin bo'lyapti. Menga nisbatan qilgan ishingiz uchun sizni ayblamayman. Lekin men ham o'z burchimni bajardim, do'stim. Qilgan ishingdan imomimiz xabardor bo'ldilar. Ular bundan mamnunlar. Alloh ularni yaxshiliklar bilan siylasin. Men faqat zolimlardan, balki ularning yordamchilaridan bo'lib qolmaslik uchun ham bu ishdan ketdim. Hanuzgacha imomni ziyorat qilgani bormaganing va uni salomatligidan xabar olmaganing meni hayron qoldirdi. Men u kishining oldilarida hijolatdaman. Unutdingmi, men zindondagi zolimlardan biri edim. Kimki tavba qilsa, Alloh uni albatta kechiradi. Qolaversa, sen ularga o'z xohishing bilan yordam berganing yo'q. Imomni ziyorat qilib kelsang, ko'ngling taskin topardi. Xo'sh, nima deysan? Ko'ramiz. O'ylab ko'raman. Yaxshi. Mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Abu Zakariyaga biroz yumshoqroq bo'lsangiz yaxshi bo'lardi. Alloh barchamizning gunohlarimizni kechirsin. Alloh barchamizni kechirsin. Ibn Mayn va Bag'dodning boshqa olimlari umrlarining oxirigacha Allohdan mag'firat aylashini so'rab duo qilishlari kerak bo'lgan katta xato qildilar. Ular ummatning olimlari. Agar ummatning olimlari uchun ruxsat bor bo'lsa, imtiyozlarni qidirsa, unda ular xalqning fikri va e'tiqodini buzib qo'yishlari mumkin. Odamlarning nigohi ularga qaratilgan bo'ladi. Ularning ortlaridan juda ko'p oddiy xalq bu jirkanch ishlariga ergashishadi. Lekin hazratim, bunday holatda ruxsat berilgan-ku, nega toqatidan ortig'iga chidash kerak? Ha, imomim. Bandalarning qalb holatlari turlicha. Quvvat ham o'ziga yarasha. Ular qaysi ruxsatni nazarda tutyaptilar? Ular Ammor ibn Yosir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisni boshqacha talqin qilyaptilar. Ular nahotki bilmasalar. Ammor ibn Yosir roziyallohu anhu mushriklar unga ozor berib, kaltaklagunlariga qadar kufr kalimasini aytmagan. Ulamolarimiz esa avval boshtonoq kufr kalimasini aytib, o'zlarini omonlikda qoldirdilar. Bilasizlarmi? Ulamolar islomning mudofaa devoridirlar. Ibn Mayn va unga o'xshaganlar Alloh yo'lida sabr bilan turib berganlarda edi. Masala o'sha yerda hal bo'lib, fitna ham to'xtagan bo'lardi. Muhammad ibn Nuh rahimahullohning tutgan yo'lini ko'ring. U sabr qildi va Allohning amrini bajardi. Alloh ibn Nuhni rahmat qilsin. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Odamlar Qur'onni unutib, dunyo matohlarini tanlayotganlarini ko'rib yuragim og'riydi. Odamlar bizni Ahmad ibn Hanbaldek bo'lishimizni xohlaydilar. Alloh haqqi, biz uningdek kuchli emasmiz. U tutgan yo'lni tuta olmaymiz.
Robbimiz bizga toqatimiz yetmaydigan narsani yuklamagan. Bizni afv et. Birodarlar, uyingizga boring. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Imomimizning ahvollari ancha yaxshi. Boringlar, uyingizga tarqalinglar. Kelishgan ishimizni amalga oshirishimiz uchun bir kishini topdim. Qaysi ishni aytyapsan? Unutdingmi? Ahmad ibn Nasr al-Xuzayga josuslik qilishni aytyapman. Kim ekan u? Tolib ibn Sarroj. Yosh aqlli bir yigit. Kichikligidan beri ilm oladi. U ham biz kabi haq yo'lda Abu Nasr jamoasiga yashirincha kirib oladi. Ular o'zlarini hadis ilmini egalari deyshadi. Ibn Sarroj esa bu borada keng bilimga ega. Uni bu yerga olib kel. Olib kelaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Xush kelibsan. Abu Jahjah, xush kelibsan. Kichik do'stim. Kel, o'tir, kela qol. Ahvollaring yaxshimi? Ko'zimiz nuri imomimiz xush ko'rdik. Allohga shukr salomat ekansiz. Sizni oldingizda uyalganimdan oyoqlarim dadamni ko'tarib turgani kuch topa olmayapti. Unday dema, Abul Jahjah. Alloh seni qilgan yaxshi amallaring tufayli afv etsin. Shubha va gumonlardan saqlab, haq yo'lida chiroyli suratda qaytargan Allohga hamdlar bo'lsin. Avvalo bu Allohning inoyati. Siz sababchi bo'ldingiz Abu Abdulloh. Islom yo'lida qilganlaringiz uchun Alloh sizni yaxshiliklar bilan siylasin. Men kimmanki Alloh menga islomni yaxshilik qilib bersa, Alloh bizdan islomni yaxshilik bilan mukofotlasin. Bu Allohning fazli. U bo'lmasa biz hech kimmiz. Ibn Sarroj. Senga yuklanadigan vazifa juda ham xatarli. Al-Huzay hadis ilmining mutafakkirlaridandir. U juda yaxshi notiq va har bir narsani chuqur o'rgangan. Odamlar bilan qanday gaplashishni biladi. Seni bilib qolsa, hammamizni fosh etishidan qo'rqaman. Alloh amirimizni salomat qilsin. Abu Nasr otasi ziyoddan aqlli bo'lsa ham, bu ish men uchun qiyin bo'lmaydi. U zalolat botqog'iga botib bo'lgan. Aslo xavotir olmang. Tolib ibn Sarroj kimligini hali ko'rasiz. Hammamizni xotirjam qil, Tolib. Xotirjam bo'lavering. Keyingi uchrashuvda mendan mamnun bo'lasiz. Badr, sen haqingda hammasini aytmaganga o'xshaydi. Mendan yashiradigan siring bor ekan. Bilib qoldim. Sir deysizmi? Qanaqa sir xola? Bag'dodlik etikdozning o'g'lini aytyapman. Seni ko'zlaringga qarasam, mendan o'zingni olib qochyapsan. Nega? Buni yashiryapsan. Yashirayotganim yo'q, lekin toma ko'l bo'lar. Uning birgina nigohi sevgidan darak. Sizdan o'rganamizda, xolajon. U juda ajoyib yigit. U menga qarayotganini bir necha bor sezganman. Nima ham qila olardim? Shuni yashirib yuribsanmi? Uyaltirmang, xolajon. Hijolat bo'lib ketyapman. Uni yoqtirishimni inkor etmayman, ammo uni hali yaxshi bilmayman.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizni yana salomat ko'rdik. Alhamdulillah. Allohdan joningizni sog' qilsin. Alhamdulillah yaxshiman. Alloh barchangizni salomat qilsin. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Masjidimizda mahbub va suyukli talabalaringiz orasida sizni yana ko'rib turganimizdan xursandmiz, Abu Abdulloh. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Hammasiga sababchi bo'lganlarga la'nat bo'lsin. Alloh ularni hammalarini mag'firat qilsin va hidoyatga boshlasin. Sizga azob berganlarni duoibat qilmaysizmi? Ularni duoibat qilsang, sabring qayerda qoladi, bolam? Zolimlarni duoibat qilsang, sabring qayerda qoladi? Qanida Amir Aliskafi senga ilgariroq turmush qurishni taklif qilgan bo'lsa, ko'zlaringdagi bu quvonchni o'shandayoq ko'rgan bo'lardim. To'g'risini aytsam, unchalik ham xursand emasman. Chunki opam men bilan hayotim quvonchini baham ko'rishga kela olmadi. Uni to'g'ri tushun. Damashq yaqin joy emas. Erini ham tashvishga solib qo'yadi. Hali ham tugatmadingizmi? Amir Aliskafi oilasi bilan hali zamon kelib qolishadi. Bo'ldi, tugatib qoldik. Uni uylantirib qo'yishimiz kerak, Abbosa. Bularni gapirishga biroz erta emasmi? Sendan yashirib o'tirmayman. Qamoqdan chiqqanimdan beri Solihning bolalarini ko'rmay, olamdan o'tib ketamanmi deb qo'rqaman. Sizga jonim fido bo'lsin. Nega bunday gaplarni gapirasiz? Alloh umringizni ziyoda qilsin. O'lim haq, Abbosa. O'zimizga munosib bo'lgan xonadondan qiz topishingni xohlayman. Bag'dodning eng obro'li oilalari siz bilan quda bo'lishni istashadi, Abu Abdulloh. Lekin men Solihga o'zimizga o'xshagan oilaning qizlaridan olib berishini istardim. Toki uni qiynab ham qo'ymasin. Unga yuk ham bo'lmasin, uni qiynab qo'ymasin. Siz hamma odamlar kabi bo'lishga qanchalik urinmang, Alloh sizni martabangizni oshirib qo'yadi. Musulmonlar qalbida sizga bo'lgan muhabbatni oshiradi. Bu ham Allohning sinovi, Allohning imtihoni. Agar yomonlik, fitna va ofat bo'lsa, yaxshilik fitnadan ham, ofatdan ham mashaqqatliroqdir. Alloh taolo aytadi: Sizlarni yomonlik va yaxshilik ila imtihon uchun sinaymiz. Ahmad ibn Hanbal. Ushbu serial Azon TV ilmiy ma'rifiy onlayn telekanali buyurtmasiga asosan Kof Media studiyasida dublyaj qilindi. Dublyajda artistlardan Navro'z Jumayev, Ixtiyor Otajonov, Azizxon Latipov, Bahrom Boltayev, Nodir Mirzahmedov, Ravshan Musaboyev, Asomiddin Yo'ldoshev, Ilyos Yunusiy, Feruza Mustayeva, Nargiza Shahobova. Dublyaj rejissyori Kamoliddin Tajiddinov, ovoz operatori Shavkat Komilov. E'tiboringiz uchun tashakkur.